Narxiga keladigan bo'lsa 150 ming so'mdan hamma xarajatlari ichida qilib berdik. Material, reka, sho'rup, akfekes, germetika hammasi shuni ichiga kirib ketadi. Tannosini 65 ming so'mdan, vetroviyni 1 metrini 60 ming so'mdan qilib berdik. Endi bu taraflarini ham hozircha kamchiligi bor. Men bu yerga kanimiz yetmay qoldi, hozir olib keldim, shu qo'yiladi. Shu bilan buni ishi bitadi va men yerda hech joyi qolgan. Bu yerda ham hozir chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Endi ishga ko'ra baho berib qo'yaverasizlar. O'ta ideal holatda bu ishimizni nihoyasiga yetkazyapmiz-da. Mana yaxshi chiroyli holatda ishlarimizni qilib, o'ta ideal holatga bitkazib berdik. Bunaqa eski holatdan mana bu holatga olib keldik-da buni. Bemalol ish ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Burchaklari chizigida o'ta sifatli bo'lib bitdi. Endi buni ko'chaga anaqa chigonoqlar qo'yib qo'yamiz, 50 santimetrlik fasaddan keyin uni tushirib qo'yaveradi. Endi darvoza xonasi 4 metrga 29 metr joy. Mana o'ta skromniy alkafonda vidini beradigan fasonda qilganmiz. Mana mayatdan buyog'i 29 metrga 4 metr joyga shu fasonda tanlab qilib bering deyishdi. Shuni qildik. Anarog'i o'ziga dedizga ishonamiz deyishib aytishgani uchun shu fason shu yerga tushadi deb bu fasonda ham mana burchaklarini ham hamma kamchiliklarini ham ideal holatda qilib chiroyli holatda 0.35 tunikada qilib berdik. Ishni bemalol ko'rib sifatiga baho berib qo'yasiz. Вообще chotki o'ta ideal, o'ta skromniy bo'lib ishimiz bitdi. Endi mana bu tomoni 42 metrga 80 shapkaga va mana bu yerda frontoni bor 60. Shu frontonini ham mana shu holatda o'ta chiroyli holatda bitkazib berdik. Uyda egasi bizga faqat bir mahal ovqat qilib berdi. Va bu ishimizni birinchi shu ishni gaplashgan edik. Mana bu ishni qilganimizdan keyin ishimiz yoqib qolib, mana bu tomonni ham qilib beringlar dedi. Bu tomonni ham o'zi boshladik. 2 etajli, 3,5 bo'yli esada ketyapti. Mana shu joyga shu shapkada shu fason tanladik. O'ta ideal holatda ishimiz mana burchaklarida bo'lib, ideal holatda burchali joylarni qilyapmiz. Lekin buni o'zi asli narxi agar shunaqa joy bo'lmasa, ob'yom kichkina joy bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'm qilinadi. Nimaga 200 ming so'm desangiz, buni oldi burchagi bor, xona holatda. Buni mana qilib chiqarish uchun nihoyatda ko'p vaqt ketadi. Mana bu yerda kamida 10 ta burchak bor. Lekin ustalarimiz mahoratli ustalarligi uchun shu joylarda mana ideal holatda chizigini qo'yib qo'ldan kelgancha chiqardik. Endi maytlarni ham jalyuzi qilib, maytlarni ham afishkalarni bityapti. Xudo xolasa indinga ishimiz bitadi. Bugun mana bu olayotgan video 10-fevral kuni olinyapti. Bu ishni boshlaganimizga bir haftadan o'tdimi? Olsa odam ishlaymiz. Mana bu yerda ikkita ichkarida ikkita bor, ikkita bu yoqda ishlanadi. Mana davom etyapti. Kimda kim shunaqa tunikafon ish qildirmoqchi bo'lsa va ideal holatda shunaqa qilib bitkazdirmoqchi bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Xudo xolasa biz borib ko'rib ideal holatda yuzi tushadigan fasonda chiroyli qilib beramiz. Bemalol Usta Habibullo tunikafon jamoasi sizlar xizmatingizda bemalol bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqa ideal fasonlarni qilib bitkazib sizlarning xizmatingizda bemalol ishga baho berib qo'yasizlar.